Kuni kecha raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov xalqaro informatika olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar va Zulfiya nomidagi davlat mukofotining IT yo'nalishdagi sovrindor qizlari bilan uchrashuv o'tkazdi. 2026-yil ilk bor nufuzli xalqaro informatika olimpiadasiga O'zbekiston mezbonlik qiladi va ushbu olimpiadaga munosib tayyorgarlik ko'rish maqsadida xorijdan murabbiylar ham jalb qilingan. Uchrashuvda Polsha davlatidan taklif etilgan xorijiy ekspert Kamil Shimchak ham ishtirok etdi. Uning trenerligida xalqaro informatika olimpiadasi uchun saralanayotgan 30 nafar o'quvchilar uchun mart oyida intensiv trening tashkillashtirildi. Yana bir muhim sabablardan biri joriy yil ilk bor Zulfiya nomidagi davlat mukofoti yo'nalishlari safiga IT sohasini ham qo'shilgani bo'ldi. Quvonarlisi, bu yil IT sohasida faoliyat yuritib, yuksak natijalarga erishgan 4 nafar xotin-qizlar ushbu mukofot bilan taqdirlandi.